Kahramanlar uçuruşu. Abduri Zulhayet Muallim. Muhammed Nebetay, Kevser Dövletcan, Zulhayet qatarlıq aka hədələrimiz orunlaydı. Assalamualaikum cemaat. İşida özümüzni bir tanıştırıp ötmektendik. Emine Sabit Damullah. Önce kurulgan İslam Cumhuriyeti, Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin reisi bolgan. Benim ismim Tümür Halife. Özüm Kumul diyardan çıkan bir kahraman. Kumul dekkanlar kozalganda düşman Xitayni çepip öldürgünümüz için kahraman ataldım. Benim ismim G'ni Batur. Öz vaqtida men bir otni likkini ko'tarib 100 metr ma'anligim uchun meni G'ni Batur deb atagan. Mening ismim Seyitnochi. Seyit Palvon desanglarmi bo'ladi. Men kichikimda chambozlik va qilichbozlik qilganman. Bir qitim chilish musobaqasida hiyla ishlatgan bir Xitoy chiriki bilan chilish tushib, kuchimga yengib, maydonni aylantirib yeg bo'lgan edim. Shu vaqtdan tortib Qashqar xalqi meni Seyitnochi deb atagan. Mening ismim Rizvangul. O'tgan xalqim tarafidan shafqat hamshirisi deb atalgan. Zulm, adolatsizlik va xo'rlik chidab tura olmaydigan vatan qiziman. Men nurg'un janglarda vijildab uchayotgan o'qlarning orasida shugrab yurib, kasallarga shifo berib, nurg'un ularning qahramonliklariga shohid bo'lgan. Baturdurum. Hammamiz el arasida Batur, kahraman deb atalgan biz. Hammamiz hürriyetinimiz için nurg'unlagan fidokorliklarni ko'rsatgan insonlar biz. Lekin hammamiz armonimizni ketdik. O'z vatanimizning, xalqimizning armon ozod kunini ko'rolmay bu dunyoga safar qildik. To'g'ri deylar Damollam. Biz nurg'un sirlarni birlikda ilib ketdik va keyingi avlodlar oldida to'liq xijilmiz. Hozirgi vatanimizning qiyin ahvolini ko'rib yuraklar ezilmoqda, ro'yimiz qo'rinmoqda. Sizlar şehit bo'lgandan keyin bizning Uyg'ur xalqimiz cho'nqur azob ichida qoldi. Dushman indek keltirib, bir nurg'unlagan Uyg'urlarni qirib bizning nodonligimiz tufaylidan nurg'unlagan xatolik o'tgan bo'lsaqmi, ammo bizning Uyg'ur xalqimiz mustaqillik ideyasini yo'qotgani yo'q. Ular oq qog'oz va qor siyoh bilan bizning haykallarimizni turib chiqdi. Ey Qashqarlik, meni unutib qolmanglar. Mendek bo'lmaydi desanglar, nodon bo'lmanglar. Men o'z vaqtida Tungan generalining Qur'on tutib bergan qasamlarga ziyoda ishinib, o'zimning o'lim xitimni o'z qo'lim bilan rapilib qattiq qilindim. Xulosalaganda dushman bizning nodonligimizdan, taqvodorligimizdan va ko'ngilligimizdan foydalanib ketdi. Shuni to'g'ri deylar, xalifamiz. O'z vaqtida men Muhammad ibn Bug'ro bilan
Xitoy yağmurluğa chumoq, miltiqlar bilan hujum qilgan. Keyin Xotanға hujum qilganimizda Xitoylar qo'rqib ketib, hatto urushmi qilmay taslim qilgan. Bu hozirgi davrdagi atom urushiga qandoqmi o'xshasin? Hozir aql urushdan boshqa amal yo'q. İslam içildi Qumuldan başlap, Xitaylar qaçtı vatanni tashlab. Mushunda qo'ysaqlarmi tarqalgan. Sizlar boshlagan inqilob o'ti Turpan, Kucha, Qashqar, Xotan degandek joylarga tarqalgan. 1944-yildagi 2-chi Sharq Turkiston Jumhuriyatiga bo'lgan tuhfamni men oz deb qaramayman. G'ini Batur, o'zlaning aqid, qarit, hammasi deydigan mashhur so'zlari bor. Darhaq, hozirgi vaqtimizning ham yerini Xitoylar qoplab bo'ldi va bizni o'qitish tadbirlari texmo kuchaymoqda. Akılarım, ben 19 yaş vaqtimda yaş hayatımdan ayrılgan. Lekin vatanim üçün issiq kunimni tökkunimdan hergiz pişayman qilmayman. Tan chiqqandan milyon çiçekler içiladi. İşinimizki yaş evlatlar biz amalga oshirolmagan g'oyalarimizni cho'qim amalga oshirildi. Vatanga mustaqillik tug'ini cho'qim tiklaydi. Bizning bir Allohimizdan boshqa yordamchimiz yo'q. Qolgani o'zimizning avlodlarimizning bo'sharligiga va chabdasligiga bog'liq. Ammo biz burun o'zimizning nodonligimiz uchun va dushmanning hilisiga tushib ketgan bo'lsak, keyingi avlodlarimizning dushmanning hilisiga tushib ketmasligiga, bu xil tarixni yana takrorlamasligiga umid qilamiz.